Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida orzular paradi o'tkazildi. Har safar 4 yillikning eng nufuzli musobaqasida ochilish marosimiga yo'l olgan delegatsiyamizni katta hayajon bilan kuzatamiz. O'quvchilar aynan shu jarayondagi hayajonni oz bo'lsa-da his etishlari uchun tarixda ilk bor ushbu loyihaga qo'l urildi. Dastlab markazning barcha xodimlari, ustoz murabbiylari, sport bo'limlari katta yurishda ishtirok etdilar. Har bir bo'limning yil davomida erishgan natijalari katta faxr bilan e'lon qilindi. Bu jarayon ayniqsa yoshlar uchun o'zgacha edi. Markazda 24 ta sport turi bor. Bu yerda olimpiya, milliy, noolimpiya hamda paralimpiya sport turlari bo'yicha 107 nafar trener o'qituvchi faoliyat yuritadi. Shuningdek, jami 637 nafar o'quvchi sportchilar tahsil olishadi. Markaz sportchilari erishgan natijalari haqida gapiradigan bo'lsak, respublika musobaqalarida 371 nafari, Olimpiya va Osiyo o'yinlari, Jahon va qit'a chempionati hamda kuboklarida 63 nafari g'olib hamda sovrindorlar qatoridan joy olishdi. Paradda ana shu iqtidor egalarining barchasi birdek qatnashdi. Shundan so'ng markazning eng ilg'or tarbiyalanuvchilari ramziy ma'nodagi bayroqni bir-birlariga uzatib, katta sahnaga olib keldilar va o'zidan keyingi kichik liderlarga topshirdilar. Bu esa o'quvchilar orasida kelgusi yil men bayroqdor bo'laman degan sog'lom raqobatga sabab bo'ladi. Paradning ochilish marosimida Milliy olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Qosimov so'zga chiqib, mazkur markaz mamlakatimizdagi sport maskanlari orasida alohida o'ringa ega ekanini ta'kidladi. Respublikada shu kabi markazlar 15 ta, lekin respublika markazi o'rni har doim boshqacha bo'lgan. Har doim har bir yo'nalishda, har bir natijaga ko'ra ham, boshqa yo'nalishlarda ham har doim birinchi raqam. Markaz o'zining uzoq yillik faoliyati mobaynida ko'plab chempionlarni tarbiyalab, katta sport olamiga yetaklagan. Hozirda esa yosh iqtidor egalari uchun zamonaviy sharoitlar yaratilib, ularning katta sportga qadam qo'yishida muhim o'rin tutishi haqida to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng o'quv yili davomida hammadan ajralib turgan eng yaxshilar taqdirlanishdi. Xususan, yilning eng yaxshi bo'limlari, eng ahil va eng faol xodimlari, sportchilari qimmatbaho sovg'alar bilan mukofotlandilar. Oymatov Xurshid, Jo'rayev Ommatqul, taqdirlanadigan bo'lim va Boyqulov Azamat karra Osiyo chempioni hisoblanadi. Yil jonkuyari nominatsiyasida g'olib bo'lgan 2 nafar texnik xodimlar esa chet elga sayohat yo'llanmasini yutib olishdi. Keyin esa estradamizning yorqin vakillari ishtirokida katta konsert dasturi bo'lib o'tdi. Buning hammasi siz uchun jamoadagi samimiy va mehrli muhitni kuchaytirish hamda birdan bo'lib yangi marralarni zabt etishimiz uchun, dedi markaz direktori o'z nutqida. Bunday parad birinchi marta bo'ldi.
bu xudo xolasa an'ana bo'lib qolib, chiroyli qilib har yili mana shunaqa paytda nishonlash birgalikda nasib qilsin. Orzular paradi endi har yili o'tkaziladi va an'anaga aylanadi. Bu yosh sportchilar uchun katta maydonlarga chiqish debochasi bo'lsa, ne ajab.